Hammaga assalomu alaykum. Biz barcha jonglyorlarni ko'rib chiqdik va eng oson jonglyor qilishlarni o'rganamiz. Birinchisi podiumda jonglyor qilishni o'rganamiz. Ikkinchisi esa tizzada jonglyor qilishni o'rganamiz va eng oxirgisi esa boshda jonglyor qilishni. Agar siz umuman jonglyor qilmagan bo'lsangiz, shu harakatlarni to'liq har kuni qilishingiz kerak. Ikkala oyog'imiz ham to'pni sezib olishi kerak. O'ng oyoq ham, chap oyoq ham. To'pga oyoq o'rgangandan keyin bemalol dvijeniya bilan 200 ta, 300 ta va undan ham ko'p jonglyorlar qila olasiz. Muhimi to'p sizga qarab aylanib turishi kerak. Shunda siz muvozanatni umuman yo'qotmaysiz. Keyingi jonglyorimiz ham shunga o'xshash holatlari bor, ya'ni tizzada jonglyor qilish. Bunda ham to'pni tizza sezib olgandan keyin bemalol dvijeniya bilan qila olasiz.